Taksi qimmatmi yoki shaxsiy mashina? Keling taqqoslab ko'ramiz. Shaxsiy mashina xarajatlari yoqilg'i uchun bir oyda taxminan 800 mingdan 1 million so'mgacha. Texnik xarajatlar kamida 200 ming so'm, parkovka uchun esa taxminan 100 ming so'm. Agar radarga tushsangiz, xarajatlaringiz yana ham ko'payadi. Bu taxminan 412 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha. Hali yana sug'urta, mo'yqa kabi mayda xarajatlar ham bor. Taksi xarajatlari. Taksida siz faqat foydalangan payt uchungina to'lov qilasiz. Yoqilg'i, sug'urta, ta'mir kabi xarajatlar esa bo'lmaydi. Bitta qisqa safar o'rtacha 20 ming so'mdan 40 ming so'mgacha. Agar uzoqroq masofaga yursangiz, narx ham ko'payadi. Bir oyda o'rtacha 80 ta safar bo'lsa, bu 1 million 600 ming so'mdan 3 million 200 ming so'm atrofida xarajat degani. Agar sizda bu kabi safarlar ko'payaversa, har safar pul to'lash qimmatga tushadi. Xulosa qilib aytganda, ko'p yuradiganlar uchun shaxsiy mashina, kam safar qiladiganlar uchun esa taksi arzonroq tushadi. Bunda mashina rusmiga qarab ham narxlar o'zgarib boradi. Xo'sh, sizningcha taksi arzonmi yoki shaxsiy mashina? Izohlarda yozib qoldiring.